Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно like, chunki bu videomiz eng qiziqarli videolardan biri, ya'ni uy sharoitida, ya'ni 2026-yil keldi, bahor oyi kelyapti. Hamma tomorkasiga pomidor, bodring, har xil sabzavot ekyapti. Eng tavsiya beradigan sizlarga pomidor, ya'ni pomidorni ekkan taqdiringizda hech qachon yutqazmaysiz. Shuni esdan chiqarmang. Bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosib tanishlarga Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoydagi spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma: hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yo WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Chunki ko'pchilik mana shunaqa video ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda bizlarga 2026-yil bahor oyi kelyapti. Ko'pchilik uyga ko'chat ekadi. Ya'ni ko'chatni o'rniga tuxum yetishtirishni aytib o'taman. Ya'ni pomidor ko'chatini emas, tuxumini yetishtirib, to'g'ri ko'chat qilib o'zingiz ekishni aytib o'taman. Birinchi o'rinda sizlarga oyna kerak, ya'ni deraza kerak. Deraza hammaning uyida bor. Shu yerga bunaqa idishchalar sotadi, yo mana bunaqa varankalar bor, ya'ni bir martalik anrasuy deydi, ya'ni yelimcha idishcha. Shuning ichiga ikkita emas 3 ta qilasiz. Uning ikkitasi, 3 tasi tutadi yo ikkitasi tutadi. Shunda bittasini o'sib oladi-ku, mana shunaqa bir qarish bo'lib, ozgina shuni bittasini sug'urib olasiz. Shu gideda shu 2 oy, 2,5 oylarda ko'chatingiz yetishtirib sizga zo'r qilib bo'ladi. Shuning uchun tavsiyam shu uy sharoitida pomidor ko'chat yetishtirib, o'zingiz ekib foydaga chiqqaningiz ma'qul. Bari bozorga borib sotib olgandan uy sharoitida o'zingiz ekib qo'ysangiz, qish oyi, ya'ni fevral oyi eksangiz, aprel oyiga tayyor bo'ladi ko'chat. Shuning uchun eng tavsiya beradigan shu pomidordan ancha foyda qilib qo'ysa bo'ladi, ya'ni O'zbekiston sharoitida uni pomidorni siz olib sotgan taqdiringizda ham normalniy foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно like, kanalimizga obuna. Like nima uchun so'rayman aziz yurtdoshlar? Likeimiz shunaqa yaxshi insonlar bor, shu foydali video qarab yurgan odamlar, shularga yetib boradi, tarqab ketadi videomiz. Shuning uchun like so'rayman aziz yurtdoshlar. Bizga hech qanaqa like, obuna tarqatishdan hech qanaqa foyda yo'q, pul ham kelmaydi. Shuni esdan chiqarmanglar aziz yurtdoshlar.